Assalomu alaykum Surxondaryo ishqibozlari. Akalar, bolali sigir ishqibozlari uchun juda ham zo'r, ko'p sut beradigan sigir keldi. Bu sigirimizni yelinlarga baho beramiz. To'lib turishini qarang akalar. Egalarning aytishi bo'yicha kuniga 30 litrdan 35 litrgacha sut berar ekan. O'roqdan chiqqan toza Angus deyishdi. Biladiganlar bo'lsa kommentariyada o'z fikrini qoldirishi mumkin. Akalar bu 3-bolasi ekan. Bu sigirimizni narxini akalar 45 million so'm deyishyapti. 45 millionga arziydimi, arzimaydimi? O'z fikringizni qoldirishingiz mumkin akalar. Bemalol kommentariya ochiq. Xo'p, bu sigirimiz dehqon moli ekan. Manzillari Surxondaryo viloyati, Surxonda ekan. Telefon raqamlari akalar 88 kodi bilan 195 0606. Telefon qilib savdolashib olsangiz bo'ladi akalar. Akalar bundan tashqari Telegram kanalimizda xuddi shunaqangi sigirlarni joylab qo'yapmiz. Agar sizda ham sigir bo'lsa, sotishga yordam beramiz akalar. Xo'p, bundan tashqari Telegram gruppalarimizdan bor. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, har kuni yangi e'lonlarni kuzatib borasiz va o'z e'loningizni bepul sotishingiz mumkin. Kanalimiz manzili Instagram opsiyasiga yozilgan. O'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Akalar bitta like bosib ketamiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum Surxondaryo ishqibozlari. Akalar, ona bola sigir keldi sotuvga. Yonidagi bolasi birinchi ekan akalar. Ikkalasi ham dalada yurgan, mol deyishdi. Qochganligi aniq emas ekan. Bolasi ham katta tana bo'lib qolgan deyishdi. Xo'p, bularning narxini akalar 33 million so'm deyishyapti. Ozroq kam bor ekan. Telefon raqamlari 99 kodi bilan 689 8903. Aloqaga chiqib savdolashib olsangiz bo'ladi akalar. Xo'p, bularning manzili Surxondaryo viloyati, Qiziriq tumanida, Poskayning yoniga ekan akalar. Xo'p, agar mana shu sigirni sotilib ketsa ham Telegram kanalimizga o'tib olsangiz akalar, bundan da zo'rlarni joylab boryapmiz. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, har kuni yangi e'lonlar kuzatib borasiz. Kanalimiz manzili Instagram opsiyasiga yozilgan. Shunda bosasiz, o'tasiz akalar. Bitta like bosib ketishni unutmang akalar. Hammaga rahmat. Akalar, ho'kiz boqaman deganlar uchun yaxshi bir ho'kiz keldi. Juda ham sho'x ho'kiz ekan. Shor. Hop, bu ho'kizimiz yoshlari 3 yoshar. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1 metr 35 sm deyishyapti egalari. Plus minus farqlari bilan o'lchab ko'rsangiz ham bo'ladi akalar. Hop, bu ho'kizimiz Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Istarada ekan akalar. Narxiga keladigan bo'lsak 36 million so'm deyishyapti. Ozroq kam bor. Xayriga o'tib berishadi. Telefon raqamlari 88 kodi bilan 089 97 87. Aloqaga chiqib savdolashib olsangiz bo'ladi akalar. Akalar, bu ho'kiz sotilib ketsa, Telegram kanalimizga o'tib oling. U yerda ham har kuni juda ham ko'p mollar joylab boryapmiz. Assortiment juda ko'p. Obuna bo'lib qo'ysangiz adashmaysiz. Kanalimiz manzili Instagram opsiyasiga yozilgan. Shunday bossangiz kanalda olib chiqadi o'zi. Bitta like bosib, qo'llab-quvvatlaydigan. Kattakon rahmat.